Bugun siz bilan islom tarixidagi eng ulug' zotlardan biri Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning hayoti haqida 10 qismli qissani boshlaymiz. Lekin bilasizmi? Bir paytlar Umar radhiyallohu anhu islomning eng ashaddiy dushmanlaridan biri edi. Hech kim keyinchalik aynan u kishini musulmonlarning ikkinchi xalifasiga aylanishini tasavvur ham qilmagan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Quraysh qabilasining Banu Adi urug'ida tug'ilgan. U jasur, kuchli va qat'iyatli inson sifatida tanilgan. Arablar orasida chavandozligi, kurashdagi mahorati va o'tkir aqli bilan mashhur edi. U o'sha davrda Makka ahli butlarga sig'inar edi. Umar radhiyallohu anhu ham qavmining dinini himoya qilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan islomni esa Makkaning birligiga tahdid deb bilardi. Musulmonlar soni ortib borayotganini ko'rib, u bundan qattiq g'azablanardi. Hatto musulmonlarga qarshi keskin choralar ko'rishga ham tayyor edi. O'sha paytda hech kim uning qalbida bir kun kelib iymon nuri porlashini tasavvur qila olmasdi. Ammo Alloh taolo har bir bandasi uchun eng go'zal taqdirni yozadi. Tez orada sodir bo'ladigan bir voqea Umar radhiyallohu anhu ning hayotini butunlay o'zgartirib yuboradi. Bu voqea nafaqat uning, balki islomning tarixini ham burilish nuqtasiga aylanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vati Makkada tobora yoyilib borar edi. Bu esa Qurayshning ba'zi rahbarlarini, jumladan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni qattiq g'azablantirardi. Bir kuni Umar qilichini osib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ldirish niyatiga yo'lga chiqdi. Yo'lda unga bir kishi duch kelib, "Avval o'z uyingdagilarga qara, singling va kuyoving ham islomni qabul qilibdi", dedi. Bu gapni eshitgan Umar darhol singlisi Fatima bint Xattobning uyiga yo'l oldi. Uyga yaqinlashganda ichkaridan Qur'on tilovati eshitilardi. Ichkarida Fatima va uning eri Said ibn Zayd Qur'on oyatlarini o'rganayotgan edi. Ular bilan birga sahoba Habbob ibn Arad ham bor edi. Umar eshikni qattiq taqillatib kirib keldi. Ichkaridagilar Qur'on yozilgan sahifalarni yashirishdi. Umar g'azab bilan singlisi va kuyovidan "Eshitganim rostmi? Muhammadga ergashdilaringmi?" deb so'radi. Jahl ustida u kuyovini urdi. Singlisini esa uni to'xtatmoqchi bo'lganida u ham zarba yeb, yuzidan qon oqdi. Shunda Fatima roziyallohu anha qo'rqmasdan dedi: "Ha, biz Allohga va uning rasuliga iymon keltirdik. Xohlaganingni qil." Singlisining matonati va yuzidagi qon Umarni larzaga soldi. Uning g'azabi asta sekin bosildi. U Qur'on yozilgan sahifani ko'rishni so'radi. Ammo aynan o'sha sahifada yozilgan oyatlar uning qalbida butunlay o'zgartirib yuborishini u hali bilmas edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Qur'on yozilgan sahifani ko'rishni so'radi. Singlisi Fatima radhiyallohu anha, "Sen hozir pok emassan. Avval tahorat qil, keyin o'qi", dedi. Umar tahorat qilib qaytdi. Shundan so'ng unga Qur'on yozilgan sahifa berildi. Unda Toha surasining oyatlari yozilgan edi. Umar oyatlarni sekin o'qiy boshladi. Har bir oyat uning qalbiga chuqur ta'sir qilar, g'azab o'rnida hayrat egallay boshladi. O'qishni tugatgach Umar, "Bu insonning so'zi emas, bu juda ulug' kalom ekan", dedi. Shu payt yashirinib turgan Habbob ibn Arad chiqib dedi: "Ey Umar, Rasululloh siz haqingizda Allohga duo qilgan edilar. Balki o'sha duo bugun ijobat bo'layotgandir." Bu so'zlarni eshitgan Umar uzoq sukut saqladi. So'ng qat'iy ovozda: "Meni Muhammadning oldiga olib boring", dedi. U hali bilmas edi. Bir necha daqiqadan so'ng u islomni qabul qiladi va musulmonlarning eng buyuk himoyachilaridan biriga aylanadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borishga qaror qabul qildi. O'sha paytda musulmonlar bir uyda to'planib, Allohning dinini o'rganayotgan edilar. Umar qilichi bilan kelayotganini ko'rganlarida ayrimlari xavotirga tushdi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'rqmadilar. U zot Umarni oldilariga chaqirdilar. Rivoyatlarda kelishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar bilan gaplashdilar va uni islomga da'vat qildilar. Umar roziyallohu anhu qalbidagi o'zgarishni his qildi. U ilgari qarshi chiqqan dinining haqiqat ekanini angladi. Shunda u shahodat kalimasini aytdi. "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh." Bu so'zlar bilan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu musulmon bo'ldi.
Uning islomni qabul qilishi musulmonlar uchun katta quvonch bo'ldi, chunki ular endi kuchli, jasur va haqiqatni himoya qiladigan bir insonning yo'llarida ekanini his qildilar. Umar roziyallohu anhu musulmon bo'lganidan keyin islomni yashirincha emas, balki ochiq himoya qilish kerakligini bildi. Uning iymoni va jasorati musulmonlarga katta kuch berdi. Ammo Umarning oldiga hali ko'plab sinovlar, janglar va buyuk xizmatlar bor edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu musulmon bo'lganidan keyin uning hayoti butunlay o'zgardi. Oldin islomga qarshi turgan inson endi Allohning dinini himoya qiluvchi eng kuchli kishilardan biriga aylandi. Umar roziyallohu anhu musulmonlar doimo yashirinib ibodat qilayotganini ko'rib, Rasulullohga: "Ey Allohning rasuli, biz haq yo'lda emasmizmi?" deb so'radi. Rasululloh haqiqat yo'lida ekanliklarini bildirganlaridan keyin Umar musulmonlarning ochiq ibodat qilishlarini xohladi. Shundan so'ng musulmonlar o'z e'tiqodlarini dadilroq namoyon qila boshladilar. Umar roziyallohu anhu o'zining kuchi, qat'iyati va adolati bilan musulmonlar orasida alohida o'rin egalladi. Keyinchalik u Rasulullohning eng yaqin sahobalaridan biriga aylandi. Har bir qarorda, har bir sinovda u zot haqiqat tomonda turardi. Umar roziyallohu anhu Rasululloh bilan birga ko'plab muhim voqealarda qatnashdi. U islom yo'lida sabr, tasorat va fidoyilik ko'rsatdi. Ammo uning hayotidagi eng katta sinovlar va buyuk xizmatlar hali oldinda edi. Makka davrida musulmonlar ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirdilar. Ular e'tiqodlari sababli sinovlarga duch kelishdi. Alloh taolo musulmonlarga Madinaga hijrat qilishga izn berdi. Ko'pchilik musulmonlar yashirin ravishda yo'lga chiqdilar. Ammo Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zining kuchli iymoni va jasorati bilan ajralib turardi. Rivoyatlarda kelishicha, Umar hijrat qilishdan qo'rqmasdan o'z qarorini ochiq bildirgan sahobalardan edi. U Madinaga kelgach Rasululloh va boshqa musulmonlar bilan yangi jamiyat qurishida katta xizmat qildi. Umar roziyallohu anhu Rasulullohning yo'llarida bo'lib, har qanday vaziyatda yordam berishga tayyor edi. Keyinchalik Badr jangi, Uhud jangi va boshqa muhim voqealarda u zot o'zining sadoqati va jasoratini namoyon qildi. Umar roziyallohu anhu faqat kuchli jangchi emas, balki chuqur fikrlaydigan, adolatni sevuvchi va haqiqatni izlovchi inson edi. Uning Rasulullohga bo'lgan muhabbati va itoati kundan kunga ortib borardi. Ammo oldinda musulmonlar tarixidagi eng katta burilishlar va Umarning buyuk xizmatlari hali bor edi. Rasululloh vafotlaridan keyin musulmonlar uchun juda og'ir kunlar boshlandi. Bu katta sinovli paytda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa deb saylandi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu esa u zotning eng yaqin yordamchilaridan biri bo'ldi. Umar roziyallohu anhu Abu Bakr roziyallohu anhu ning yonida turib, musulmonlar birligini saqlashga katta hissa qo'shdi. O'sha davrda ayrim qabilalar islomdan qaytishga urindilar va musulmonlar oldida katta muammolar paydo bo'ldi. Umar roziyallohu anhu har bir qarorda adolat va hikmat bilan ish tutishni istardi. U musulmonlarning manfaatini hamma narsadan ustun qo'yardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafotlariga yaqin Umar roziyallohu anhu ning fazilatlarini bilgan holda undan keyingi xalifa sifatida uni tavsiya qildilar. Shunday qilib Umar ibn Xattob roziyallohu anhu musulmonlarning ikkinchi xalifasi bo'lishga tayyorlandi. Endi uning oldiga juda katta mas'uliyat turardi. Ulkan da'vatni boshqarish va xalqqa adolat bilan xizmat qilish. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lganidan keyin musulmonlar tarixida yangi davr boshlandi. U zot davlat boshqaruvida adolatni eng katta mezon qildi. Boy yoki kambag'al, kuchli yoki zaif, hamma qonun oldiga teng bo'lishi kerak deb bildi. Umar roziyallohu anhu xalqning holidan xabardor bo'lish uchun kechalari ham yurib, odamlarning ehtiyojlarini bilishga harakat qilardi. U rahbarlikni boylik yoki martaba emas, balki katta omonat deb ko'rardi. Uning davrida musulmonlar davlati kengaydi. Ko'plab hududlar islom davlatini tarkibiga qo'shildi. Ammo Umar roziyallohu anhu g'alabadan ko'ra adolat va xalq farovonligi muhim deb bilardi. U ko'plab tartiblar o'rnatdi. Davlat ishlarini boshqarish, qozilar tayinlash va xalq huquqlarini himoya qilishga katta e'tibor berdi. Umar roziyallohu anhu ning hayoti shuni ko'rsatadiki, haqiqiy rahbar odamlarni boshqarishdan oldin o'z nafsini boshqara olishi kerak. Ammo buyuk insonlarning hayoti doimo sinovlar bilan davom etadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik davrida musulmonlar adolat bilan xizmat qildi.
U zot xalqining dardi bilan yashar, har bir insonning haqqini himoya qilishga harakat qilardi. Uning uchun mansab sharaf emas, balki katta mas'uliyat edi. Yillar davomida Umar roziyallohu anhu islom ummatiga katta xizmatlar qildi. Uning boshqaruvi adolatli va taqvosi musulmonlar orasida mashhur bo'ldi. Ammo har bir inson kabi Umar roziyallohu anhuning ham umri chegaralangan edi. Hijriy 23-yilda Umar roziyallohu anhu masjidda namoz vaqtida jarohat oldi. Bu voqea musulmonlar uchun juda og'ir sinov bo'ldi. Umar roziyallohu anhu o'zining so'nggi kunlarida ham ummat haqida qayg'urdi. U rahbarlik mas'uliyatini qanday topshirish haqida o'yladi. U zotning qalbida Allohdan qo'rqish va adolat hissi hayotida oxirigacha saqlanib qoldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafotidan keyin musulmonlar buyuk bir rahbar va ulug' sahobadan ayrildilar. Ammo uning adolati, jasorati va iymoni asrlar davomida insonlarga ibrat bo'lib qoldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayoti insoniyat uchun katta ibratdir. U zotning hayotida bizga shuni ko'rsatadiki, insonning kechagi kuni uning kelajagini belgilab bermaydi. Bir paytlar islomga qarshi turgan Umar roziyallohu anhu keyinchalik islomning eng buyuk himoyachilaridan biriga aylandi. Umar roziyallohu anhuning hayotidagi eng katta saboqlari haqiqatni tan olish jasorat ekanidir. U qalbiga kirgan iymonini qabul qildi va butun umrini Allohning rostligi yo'lida o'tkazdi. U zot adolatni sevdi. Rahbar bo'lganida ham o'zini oddiy insonlardan ustun ko'rmadi. Kambag'al va zaiflarning haqqini himoya qilishga harakat qildi. Umar roziyallohu anhu bizga mas'uliyat, sabr, jasorat va halollik qanday bo'lishini ko'rsatib ketdi. Uning hayoti shuni o'rgatadiki, haq yo'lni topgan inson o'zgarishi mumkin. Adolatli inson qalblarda iz qoldiradi. Alloh yo'lida qilingan xizmat hech qachon unutilmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu islom tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk sahobalardan biriga aylandi. Uning qissasi bizga iymonning kuchini va adolatning qadrini eslatib turadi. Bugungi ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda qaysi sahoba haqida ma'lumot beraylik? O'z izohingizni kommentariyada yozib keting va obuna bo'lishni esdan chiqarmang.